Hayvanlar tutması golden. Çıkan kırındaşlarımız yiyip bizden. 10 mingga baydo. 10 mingga baydo. Adillik gerek. Men buncha can bakıma deb turibman. Adillik gerek. Adillik gerek. Yana deyman adillik gerek. Mening beshimni kesse faqat men o'lima. Boshqalar o'lmaslik kerak, hayot qilish kerak. Bizning Uyg'urlarning o'lgani hech kim pulsmi? Pulsi o'lgan o'lmam Uyg'urga. Hada ko'chib. The 17 Chinese terrorist suspects in prison. Her qanday xalq işletken zoravallıkka qarşı durman, teröristlik qarşı. Ko'ryapsizlar. Kichikgina 6 yoshlik bolani qanday urib atdi.
Dünyada 6 yaşlık balını yüzlep adam kollarını qarıp sundurup urgan səbi balını nədi gördünler? En callat mı? En vəhşi mi onda qılmaydı? Körüvatamızlar ulardaki öşmenlikni, körüvatamızlar ulardaki adaletsizlikni, körüvatamızlar ulardaki rahimsizlikni. Aşı balını aşının içinden birisi çıkıp, hey koyma küçük səbi baladı nemi buna, mən bekib alay. Ya bulmasa ma balını azat kıviteyli, bu balını kondaktör bir münafıkla ekilip meşaydı taşlıgan, ya ki satkandaydıgan bir adam çıkmayı, onu öldürüş gerek de vatıdı. Onu tutkulunu urup çıkış gerek de vatıdı. Ayal anılar mı var onun arasında? Erler mi var onun arasında? Hey anılardaki rahim kini, bir millette günah yok ku, bir millet aşındak bulup gidelim. Ben yüzlep bir Xitay halkının aşındak bir 6 yaşlık balını urup atkımdan nahayeti korkup kettim. Nahayeti korkup kettim. Bu men emas, bütün Xitay halkı özü korkuduğun iş. Men emas, bütün dünya halkı korkuduğun iş. 6 yaşlık səbi balını aşındak urup kollarını kayırış, bu içinişlik faciani kögüm kelmedi. Bırak, bütün dünyada bizden tatıvatkan azap okubetlerimizni İşenmey, mundak azap okubat tatvatkan millet var mı, devatkallarını kösün için bu filmde işledik. Karındaşlar, bunun kıran, Seymacan dep atalgan ot beygisi de koyulgan mahalledeki Uygur səbi balılarını 14 yaş, 15 yaş, 20 yaş, 25 yaş balılarını kandak tutup açık atıdı. Dünyada bunda adaletsiz siyaset mi var mı? Ular tutup atıdı sakçılar. Urup öldür dep Xitay halkı ayağı turup uruş gerek, öldürüş gerek ulanı. Beşiği uğur, putuğu uğur devatıdı. Karındaşlar, bundak rahimsizlik, siyaset, bunda kanun dünyanın kayırdı var. Sakçılar tutka vaxtıda her kandak millet, halk birbirine içi ağırıp, aş tapanca, addımat astıdaki uğurğumu, hatta katılığımı rahim kılırım. Bizden günahsız səbi ballarımızda, Seymacan'da benim anlaşımca, bir gece gündüz işi de 13 yaştan 11 yaştan yukarı olan erlerin hemmisini açık edip ayallar namayışa çıkan ayallar şunun için namayışa 7. saat çıkan ayallar hazır gayip oldu dep anlagan edim. Bana bugün ben filmini gördüm, kandak tutup attım deyim. Anı gördümler mi karındaşlar? Bulanın bugünü bizim ehdimiz. Bulanın bugünü aş tutulup atkallarının bugünü sizlerin vatandaki karındaşlarınlarının ve perzentlarınlarının uruk tukallarınlarının ehdisi. Biz bununla sükut tutursak bulmaydı. Biz nemişki çıktık. Dünyaya nemişki çıktık. 3 vakit tamak için mi? Yok. 3 vakit tamak vatanimizde yok muydu? Meşede taxta ottağandın, aşağıda sahrada oturup başak derisek biz bəxtiyattık. Çünkü biz zeminimizde desep güz manattık. Biz dixallar bilen beravat kılattık. Biz işçiler bilen munduşattık. Biz sorunlarda meşrep tutup oynaydık. Karındaşlar, biz aşılarının hemisinden vazgeçip pizzaxanda işleydiğen, aeroplanda işleydiğen, yanı bir işleydiğen da tanıp aldık. Neymiş ki tanıp aldık? Erkinlikni iste. Bir nefes erkin olamız mı ki? Erkinlik çıkarmız mı ki? Özümüzün erkinliğimiz bilen şu halkımızga, şu karındaşlarımızga erkinlik ipiremez mi ki? Şu vatanımızı müstakil kıpıremez mi ki? Dep çıktık. Gerçi biz müstakil hazır kıpıremesek mi? Hiç olmasa biz şuların erkinliği için kuraş kılışımız gerek. Ulanın hayat kılışı için kuraş kılışımız gerek. Ulanı hayat kılışımız gerek. Karanlığa tutuluvatkan ayallarını, dəhşət öldürülüvatkan balılarını, ölüm cezasını hüküm kılınavatkan səbi balılarını, 19 yaşlı kızlarını.
hayvan deb hayvanni ko'zimizga ilmaymiz. Hayvan bizden üstün bo'ladi. Hayvan eng ahko'mil. U g'ozlar usti bir-birini qo'g'daydi, shirlar bir-birini qo'g'daydi, bo'rilar bir-birini qo'g'daydi. Biz bir-birimizni qo'g'dayolmaymiz. Biz bir-birimizni qo'g'dashimiz kerak. Qo'g'dash uchun erkinlik muhitga chiqqanlar biz harakat qilishimiz kerak. Biz hammamiz oldingi safga chiqib harakat qildi demidi. Har qaysimiz o'zimizning qo'ldan kelgan kichikgina ishlarni qilaylik qarindoshlar. Nima kelsa shuni qilaylik. Birinchi, da'vogarlarni haqoratlamaylik. Oldingi safga chiqqan gunohmi? Siz nimishga chiqib qilmaysiz? Nimishga chiqib veb-saytda yozasiz? Nimishga chiqib tillaysiz veb-saytda? Nimishga chiqib YouTube'ga chiqib tillaysiz? Sizningcha adam pochiqingizni bog'lab qo'ydimi? Uni qilmadi, buni qilmadi, uni qilmadi deysiz. Shuni siz nimishga chiqib shu boshliqni to'shqizmaysiz? Sizmi chiqib boshliqni to'shqizishingiz kerak-ku? Qilishingiz kerak-ku? Bu faqat oldingi safga chiqqan 15 odamning yoki shu 200 odamning vazifasimi? Yoki shuni qo'llayotganlarning vazifasimi? Sizning vazifangiz. Siz bizga aralashib, uni qilmadi, buni qilmadi degandikin, siz uni to'liqlab qilishingiz kerak. Qilolmagan ekansiz, ularning nopuzini tushirib, ro'yini tushirib, ularni umidsizlantirmasligingiz kerak. Qahramonlaringizning obrazini tushirib, xalqingizni umidsizlantirmasligingiz kerak. Turmida yetayotgan, osh tutilayotgan, osh yig'layotgan, osh bichora xalq mush oldingi hisobga chiqqan, siz yomon deyotgan, siz yaxshi deyotgan mush odamlarga umid bog'layapti. Biz hech qanday vazifani ado qilolmagan bo'lsak, shunday jiq kamchiliklarni, xatolikni o'tkazgan bo'lsak, hech bo'lmaganda biz oshlarning umid chirig'i bo'lib beralaymiz. Ish olti odam harakat qilyapti-ku. Ash 30 adam chiqyapti-ku. 100 adam bizga harakat qilyapti-ku deydi. Biz oshlarning umid chirig'i bo'lib, oshlarning ruhiy jihatdan tugab ketmasligi uchun bo'lsin atak bo'la olmaymiz. Biz bak kamchiligimiz yo'q deganimiz yo'q. Kamchiliklarni siz to'liqlam chiqib qiling. Bo'lmasa tillig'amning o'rniga siz xizmat qiling. Xizmat qilamisingiz, hech bo'lmaganda ularning obro'yini tushamay, ularning axloqiga, ularning kundalik harakatiga hujum qilmay, tish turib bering. Mavu televizorda chiqayotgan qarindoshlaringizga rahmi qiling. Rahmi qiling bizga. Rahmi qiling ularga. Sizga murojaat. Bizni tish qo'ying, bizni madavani qilib qo'ying. Bizni zeriktirib atmang. Bizni dod tegizib atmang. Ma maydonni tashlab chiqtirgan holatga akanmang. Guruhvozlik qilmang. Guruhvozlik qilmang. Uyg'urlarni nechiga bo'lmang. Amerikaning ichini nechiga bo'lib atdingiz. Onda qilmang. Amerika dunyoning siyosiy markazi. Amerikadagi bir yerda biz butun dunyodagi butun qarindoshlarimizni yetakchisi ziyolilar deb qaraymiz. Yonun asligingizga keling. Amerikada birmi yomon ziyolilar yo'q. Hammalar yaxshi. Shunda ittifoq o'tyapsizlar, lekin yana mushining ichida intayin oz sonliq odamlar obro'y tiklayotgan, mazhabparastlik qilayotgan, guruhvozlik qilayotgan, qarindoshlarni bo'layotgan, hatto Uyg'ur jamoatiga faoliyat qilib bersak, shu faoliyat o'zini kelmay qolmay boshqalarni keltirmayotgan. Bunda qilmang. Bunda qilmang. Sizning qiningizda eqiyotgan tumur, mening qinimda eqiyotgan tumur, oshi Saymajonning ishida tutilayotgan bolalarning tumurida eqiyotgan, turmida o'layotgan 19 yoshlik o'lim jazosi hukm qilingan qizlar o'g'illarning qarang chiroyliklarini, u sizning bolangiz, sizning iningiz, sizning okingiz, sizning ukingiz, sizning kelgusingiz, sizning avlodingiz. Oshlarga rahim qiling. Men bugun mush filmni ko'rib, men bugun yangi yilingizlarni muboraklash bilan birga yana birga sizlarga chaqiriq qilmoqchiman. Mushu yangi yil sizlarga nihoyat xushallik akasin. Men nihoyat jiddiy holatda so'zladim. Kulib turib so'zligim bor edi. Filmni ko'rdim. Kulanmadim. Yig'lab ketay desam sizni yig'latmay dedim. İçimde tontandak etilib chiqirgan bir yig'i bilan ben sizlar bilan mush yangi yilda qo'shilg'im bor. Sizlarga ovozimni chiqirib turib vaqirab yig'lab, dard hasratimni chiqirib atkim bor. Mening dard hasratim unda oson tugamaydi. Üstülab qatlab qilmangizlar. Bu dard hasratim toki turmidagi farzandlarim, turmidagi minglagan, 10 minglagan farzandlarim va mening bolam olim oblikim va osh yig'layotgan onalarning bolalari turmida ozod bo'lmaguncha vatandagi xalqimning qo'rqishdan to'xtab, o'zi erkin nafas ilib so'zlamaguncha, vatandagi xalqim o'zining erkinligiga chiqmaguncha, shu xalqim barobarlikka boshqa mush g'arb dunyosidagi demokratiya erkinlikda yashamaguncha,
Şu zımınını elip özünün zımınını egi bombagicha benim içimdeki hasretim yetip aşıda çıkıp ketmeydi. Biz bugün ko'ni yılda uzattık. Ko'ni yılda ko'ni adolatlar hamiz tugab ketsin. Bir-biringlarni kechiringlar. Bir-biringlar bilan kelishib, chiroyli turib, ko'ni adolatni ko'ni yilda qo'yib, yeni yilga yeni ittifoq bilan kirib, xalqimizga yordam qilaylik.